Voy onasi bo'ldingizmi? Tezroq ketamizmi? Adajonisi, shkafdan ana bayramlarda, to'ylarda kiyadigan $1000 ko'ylagim bor, o'shani olib berib yuboring. Qaysi biri endi u? Unaqa ko'yning yo'q-ku. Yo'q ekan. Unda tortmadan sipochkam bilan bilak uzugimni olib berib yuboring. Bu yerda hech nima yo'q-ku xotin. Yo'qmikan? Unda spalniyadagi brilliant ko'zli uzugim bilan ziragimni olib berib yuboring. Xotinim, hech nima yo'q-ku, nimani yugurtiryapsiz? Hech nima yo'q. Voy adajonisi, esim qursin. Olib bermagandingiz-a? Gap yo'qda deng. Mani ko'ynaklarim qani onajonisi? Voy adajonisi, ko'ynaklarim demang, o'zi bitta oq ko'ynagingiz bor. Uni ham to'yimizda kiygansiz. Ko'rdingizmi menga qanchalik qiyinligini? Bitta oq ko'ynakni har kuni kiyganda o'sha qilgan xatoyimni eslayman. Nima? Ko'ylagim bor deysan, ajab. Voy, o'g'lika, dalga borib qaytib qolsizmi? Zalga chiqib turish kerak erkak kishi. Bo'ldimi, ha? Tushunmadim. Uzun. Yo'lga sig'may qolding. Uzun so'radimi? Qo'y, urmang shuni. Bunaqalar dars berib qo'ymasa bo'lmaydi. Dalga chiqib turish kerak erkak kishi. Uzr so'radimi? Bir kun zalga chiqib, yana karlaysanlar-da. Nima bo'ldi, o'g'lika? Jidchi ko'proq shug'ullangan ekan-da. Dadam bilan ayam yana urishibdi. Choy damlab oling. Bu uyda choy ichamizmi yo'qmi? Kelin! Babajon. Voy shu choy ulgurni chelak qilib shopga qo'yib qo'ying. Kesatma menga. Menga kesatmasam bola. Sen bola menga kesatma. O'zi 25 yil oldin adashganman men. Dada, men mas'ulman. Men ham sizga o'libgina turuvdim o'shanda. O'libgina turuvdim-da. Oyijon, meni kelin qilmoqchi emasmidi? Kelin, sizni teymangizmi? Sizga aloqasi yo'q. Aralashmang bu gaplarga. Bor ishingni qilib kiring ham. Kelin, eringizga qarang. Shu bir choyga shuncha topalammi? Ichmayman choy. Ichasiz. Meni paypaq kiyadigan paytim bo'ldi. Tur paypaqimni topib ber. Qanaqa paypaq choyni ichasiz? Sardadan paypaqimni topib ber. Yo'lin. Paypaq qidirib hamma tashlamang, o'zim topib beraman. Dada, issiq choy. Shu issiqda kim issiq choy ichadi? Muzday suv olibki, yurak yonyapti. Mumkinmi, o'rtoq hokim? Mumkin. Bugun fuqarolarni qabul qiladigan kunimiz. Xo'sh, hurmatli fuqaro, ijtimoiy muammolar bo'yicha keldingizmi? Yo'q. Hamma ayollar qatori moliyaviy masala bo'yicha kelgansiz-a? Oilaviy masala bo'yicha keldim. O'rtoq fuqaro, oilaviy masalani hokimiyatgacha ko'tarish shartmikin? Erim uyga kelmaydi. Ertalabgacha selektordaman deydi. Shunga bir yechim topib bera olmaysizmi, o'rtoq hokim? Bugun qo'y go'shtida qazi-qartili qilib osh qilasiz. Bugun selektor uyda bo'ladi. Xotinjon. Bo'pti, xotin, men ketdim. Voy, adajonisi shunday ketaverasizmi? Pul tashab ketmaysizmi? Bolalarni bog'chasiga pul berish kerak dedim-ku. Mana. Bo'pti, xotin, men ketdim, yaxshi o'tiringlar. Voy, adasi shunday ketaverasizmi? Pul tashab ketmaysizmi? Uyda go'sht qolmagan, sabzavotlar qolmagan olib chiqishim kerak adajonisi. Mana. Rahmat.
Xo'p, nimaga pul yana? Atajon, siz kecha aytdim-ku, bitta ko'ylak yoqib qoldi, o'shani olishim kerak edi. Mana, ketsam bo'ladimi? Oting, bo'pti, men ishga ketdim. Cho'ta bugun pul so'ramayaptimi? Insof bergan rost bo'lsin. Oybek aka, plastiklarni buxgalter so'rayotdi. Ha bo'ldi. Tinchlik ish qilib, hozir. Qatdaydi. Pode,